Farg'onaga. Sразу yozib qo'ying. Gam ko'p. Buni uchiramiz. Hop. Bu to'rtta. Farg'ona. 92. Uçuramiz. Xo'sh, Farg'ona Bag'dod. Farg'ona Bag'dod deydi. Ko'pga yozib qo'yma. Hop, buni ham uchiramiz. Bu Sirdaryo. Sirdaryoga 333 31 73 raqam egasiga. Tolpa ekanmi? O'zimizni tolpa ekanmiz, yemchi. Hop. Oltariq. Farg'onaga hammasi bitta joydan chiqadimi? Shu Oltariq hamma tomonga bir joydan chiqadimi? Farg'ona. Ha, tolpagan o'rnidan telefon qarab yozamiz. Gerpam qiynada. Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Ro'zalardan qiynalmasdan. Hop, bugun pochtalarimiz bor. Pochtalarimiz hop, Surxondaryoga ketyapti. 3173 raqam egasiga. Tolpa akamizga ketyapti. Agar yem chiqaradigan akamiz Farg'ona Bag'dodga ketyapti. 9626 raqam egasiga. Farg'onaga 2742 raqam egasiga ketyapti. Farg'onaga Beshariqqa 2436 raqam egasiga tuxumlarimiz ketyapti. 5 kishiga pochta ketyapti. Bundan keyingi ochirtda ham aytib o'tib ketib qolay. Ko'pchilik nomerimni so'radi. Nomerim o'sha 91lik 181 90 80 raqamdaman. Qo'yman. Ha bu. Aka mana tuxumni kelib ko'rsatdi. Bu Tolpa akamdan ham Surxondaryoga ketyapti. Ikkita pochtadan bitta qo'ydim, chunki Tolpa akamdan yem bilan birga ketadi. Tolpa aka mana ikkita pechat urilganlarni o'zingizga olib qolasiz. Mana bitta pechat urilganlarni ko'rinyaptimi? Bitta pechat urilganlarini pochta qilib chiqarib olasiz. Bular ham 5 ta zagasi kelganlar. 6 ta qilib chiqaryapman. O'kimidi? Yozmadimi buni? Ha, Farg'ona 2686 8 ta. Bu akamiz ham 7 ta zagasi kelganlar, 8 ta qilib chiqarib yuboryapman. Bu akamiz 4 ta zagasi kelganlar, 5 ta qilib chiqarib yuboryapman. Hop. Bu akamizda hop oldin tuxum olganlar. Kimda? Oldin tuxum olganlar, palaxta bo'lgan. 4 tami, 5 ta o'sha palaxta bo'lgan. 7 ta qilib chiqarib yuboryapman. Mana. To'xtang, noto'g'ri oldingiz videoga. Yo'talam joyda keldi.
Girib, yomon girib bu qolma. Hop. O'sha numerdamiz. Bundan keyingi ochirutda Toshkentdan Ilyos akamiz bor. 20 ta ularga chiqarishim kerak. Undan keyin Asakaga 605 80 40 raqam egasiga chiqarishim kerak bir partiya. Undan keyin Surxondaryoga 78 raqam egasiga chiqaraman. Hop, undan keyin Samarqandga 0601 raqam egasiga zakaz qildi. Qoraqalpog'istonga 3401 raqami undan keyinga tayyor bo'lib turasiz. Samarqand Jonboyga 7991 raqam egasi. Samarqand 5184 raqami. Toshbuloq 7371 raqami. Tojikiston Xo'jand 9414 raqamiga. Farg'ona 1317 raqamiga pochtalarimiz. Hop, ochirtlarni aytib o'tdim. Endi hozir bundan oldinda ham bu yerda hali tuxum olmaganlar bor. Bundan keyin ham bundan oldindan Toshkentga bor. Yana bitta bor Toshkentga. Hop, Qo'qonga bor. Bular Kuritog'i yo'q. O'sha sababli bu narsani chiqarmay turibman. Endi hozir men ochirib aytib o'tgan aka-ukalarimiz bu yerda agar bular Kuritog'i topdim deb qo'ysa, buradan oldin chiqib ketish kerak. Ular shu aytsa bo'ldi. Sirazi ularga birinchi yig'iladi, keyin yana ochirib davom etaveradi. Chunki ularni ochirdi hozir o'tib ketib bo'lgan. Lekin to'lovini qilib ochirtga yozib qo'yishgan. O'shaning uchun ular xohlagan vaqtiga bu narsani chiqarib berishim kerak. Shunaqa narsalar. Bu pochtalarimiz tayyor, xudo xolasa. Shunaqa yangiliklar. Telefon qilib tusholmayapmiz deyapti. Telefon qilib ko'ryapman, telefonim yo'q, telefon kelyapti. Rolda bo'lib qolyapman. Endi kimda qanaqa bilmadim, men misol rolda ketayotganimda telefonga qarasam, qanadir ko'ngil behuzur bo'ladi. O'shaning uchun agar rolda bo'lsam yoki internetda gaplashayotgan bo'lsam, ololmayotgan bo'lishim mumkin. Rolda bo'lsam, ololmayotgan bo'lishim mumkin. Lekin обязательно uyimda mana holatda turgan bo'lsam, обязательно olib javob beraman. Keyin tuxum zakaz qilgan aka-ukalarimiz tuxumni zakaz qilguncha ochitga yozib qo'ying deb turib, tuxumga pulni tashab, oradan 3 kun o'tgandan keyin sirasi telefon qilib, "Men Kuritog'i topib qo'ydim, boshqa qildim" deb meni ham, o'zingni ham qiynamaydi. O'shaning uchun zakaz qilingandan keyin men o'zim telefon qilib aytaman yoki men ijtimoiy tarmoq orqali bu narsani aytib o'tib ketaman. Men o'zim hech bo'lmasa 2 kun 3 kun oldin ogohlantiraman. Agar tuxum chiqariladi, sizga tuxum yig'ilyapti yoki sizdan oldingiga tuxum yig'ilyapti, Kuritog'ni harakatini qiling deb aytib o'taman. Ana undan keyin Kuritog'ni istasangiz bo'ladi. Chunki agar men hali bu yog'ini tayyor qilmasdan sizlar Kuritog' olib qo'ysanglar, Kuritog'ingiga sirazi begona tuxum tiqib qo'ysanglar, ochirtingizga uncha tuxum ochib chiqib qoladi. O'shaning uchun bir-birimizni qiynamaylik. Kuritog'ni olib qo'yib olib turib, keyin zakaz qilmaylik. Bir-birimizni qiynamaylik. Endi Kuritog'ingizni olib kelib qo'ygan bo'lsangiz ham, ochirtingiz kelmasa, iloji yo'q, chiqarib bera olmayman. O'shaning uchun endi sulchani chiqishi mumkin. Qanaqa holatda? Misol kimdir Kuritog'im yo'q desa, mana hozir bu yerda 3 ta akamiz, 3 ta 4 ta akamiz hozir ochirtlari o'tib ketib bo'lgan. Ularni ochirtlari o'tganda Kuritog'lari yo'qligi sabab yoki o'zlari qaydir safardaliklari sabab shuna bo'lib turibdi. Lekin o'zlari sheyda bo'lsa chiqarib beriladi. Ana ashaka holat bo'lib qolganda unlarga chiqarib yuborishim mumkin. Lekin undan beqadaganda iloji yo'q. O'shaning uchun Kuritog'ni olib kelib qo'yib turib zakaz qilmaydi yoki zakaz qilib turib Kuritog'ni olib kelib qo'ymaydi. Keyin har kuni bir kunda 5 mahal telefon qilib tuxum chiqarasizmi, tuxum chiqarish deyish shart emas. O'zim mana ochirtib kelishimdan o'zim shunday chiqaraman. Bu yerda men uyim sal chekroqligi sababli Shopir akamiz ash telefonni hozir zapis qilayotgan, syomka qilayotgan akamiz vaqtlari bo'lgan paytda chiqaryapman. Chunki ishonchli shopir hamisha kerak. Endi 2 yildan beri mana shu pochtadan tashiylar.
O'shaning uchun faqat shu akada chiqaraman. Bu akani odam qilishlariga qarab turib chiqaraman. Bu tuxumda muammo yo'q, faqat bu yerda mashina vaqt odam bo'lishiga qarab turib yursalar bo'ldi. Endi bu chekkaroq joyda yashaymiz. Asl zodalar tanho yashaydi deb chekkaga o'tib qo'yamiz. Qo'shnilarim ham yo'q. Bor endi ehtirekda bor. Yangi xo'jaligimiz. Ashaga narsa ukalar, o'sha uchun bir-birimizni qiynamaylik. Hop, oyoq tanga bo'yicha 91lik nomerga tashlayverasizlar, chunki 94ligimga tasani ikkita telegramga o'zi bittasini uzun tugata olmayapman, ikkitasiga umuman uspet qilish iloji bo'lmayapti. O'shaning uchun mana shu 91likka oyoq tanga bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa so'rayverasizlar. Kasallik bo'yicha ham mana YouTube orqali aytilayotgan kasalliklarga aytilayotgan lecheniyalar ular besplatni. Lekin Telegram orqali YouTube'da aytib o'tgan kasalligim bo'yicha bergan ma'lumotimni Telegram orqali qayta so'radigan bo'lsanglar, uning to'lovi bor. Chunki vaqtim ketadi, telefonni ushlab o'ynab o'tirishim kerak. Qarab, savollarga javob berib, kechgacha bekorchi telefonda qarab o'tirishim kerak. Agar tashalmaydigan bo'lsa, undan manfaat bo'lmaydigan bo'lsa, menga bu bekdagi ishlarimni qilganim yaxshi. Chunki uyimdagi ishlarim ham bor, bularni ham uspet qilishim kerak. O'shaning uchun bir-birimizga oson tutmaylik. Ba'zi bir aka-ukalarimiz javob berib ham bo'ladi qolyapman. Qanchalik harakat qilib javob beryapman, baribir negativ bo'lyapti. Endi negativ emas, endi o'zingdan ketib qolsan javob bermayapsan deyishyapti. Unaqa emas, javob beryapman, lekin uspet qila olmayapman. Bitta akamiz sen o'zingdan ketib qolsan deb yozib qo'yibdilar. Nimaga javob bermaysan deb. Keyin men ham yozib yubordim. Aka, sizni o'zingiz bilan gaplashgan bo'lganimda 24 soat gaplashib o'tiraverardim. Lekin bitta o'zingiz emas, ko'pchilik yozadi, hammaga javob berishim kerak deb ko'nglini olishga harakat qilsam ham hammani baribir bir tomondan yetishmayapti-da. Endi men bitta o'zim oyoq tanga kasalligi bo'yicha, tuxum, jo'ja bo'yicha men bitta o'zimman. O'shaning uchun men shogird olishim kerak deyapman, bitta yaxshi yuragi butun shogird chiqmayapti-da. Mana shunaqa narsa. O'shaning uchun bir-birimizni to'g'ri tushunaylik akalar. Men ham imkoniyatim darajasida harakat qilyapman javob berishga. Joningizga sog' bo'lsin. Qo'yman. Bu. Akalar mana tuxumni kelib ko'rsin. Bu Tolib akam bilan Surxondaryoga ketyapti. Ikkita pochtadan bitta qo'ydim, chunki Tolib akamdan yem bilan birga ketadi. Tolib aka mana ikkita pechat urilganlarni o'zingizga olib qolasiz. Mana bitta pechat urilganlarni ko'rinyaptimi? Bitta pechat urilganlarini pochta qilib chiqarib olasiz. Bular ham 5 taga zagas qilganlar. 6 ta qilib chiqaryapman. O'kimidi? Yozmadimi uni? Mana. Farg'ona 2686. 8 ta. Bu akamiz ham 7 ta zagas qilganlar, 8 ta qilib chiqarib yuborganman. Bu akamiz 4 ta zagas qilganlar, 5 ta qilib chiqarib yuborganman. Bunisi 4 dan 5 ta paraxta bo'lgan. Paraxta bo'lganni o'rniga men 7 ta qilib chiqarib yuborganman. Akamizga qayta chiqarib beryapman. 7 ta qilib bir maza qilsinlar. Tuxumlar. Va 2 pechatliklar bu Tolib akamga. Chempionlar chiqsin. Omadlarini bersin hammalarini. Endi nima bo'lsa ham rasxod qilib olishyapti. Paraxtaning o'rniga tuxum chiqarib berayotganim. Menga endi misol hatto endi misol menga pul tashiganlar. Norozi bo'lmasliklari kerak. O'shaning uchun iloji boricha xursand qilib chiqaryapman. 11 ta tuxum olingan bo'lsa, 11 tadan 7 ta chiqadigan bo'lsa, paraxtaning o'rniga tuxum berilmaydi. Agar 6 ta chiqadigan bo'lsa, 6 ta chiqadigan bo'lsa, o'rniga paraxtasi bo'lganning o'rniga tuxum chiqarib beriladi. Endi chunki 10 taga to'lov qilinadi, bitta qo'shimchasidan bo'ladi. Hisobda 4 ta paraxta bo'ladi. Endi 10 tadan 4 ta paraxta bo'ladigan bo'lsa, uni to'lanadi. Ashaga narsa, u 100% garantiya u narsani to'lashga. Hozirgacha to'layapmiz, bundan keyin ham to'laymiz. Shu bu olgan odam bolalarini rizqini qo'yib olgan odam mazza qilsin. O'shalar xafa bo'lmasin, chunki ularni bergan pullarini biz ishlatamiz. O'zimizning ro'zg'orimizga ishlatamiz. Ehtiyojimiz uchun ko'chadagi rasxodlarimizga ishlatamiz. Shunaqa narsa. Akalar chempion bo'lsin hammasi. Joyingiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa kunlarimiz sal isib qolsa,
Parrandalarimizni tashqariga chiqarib, ularni ham xudo xolasa bir video qilamiz. Endi hozircha pagoda bundaqa. Xudo xolasa efirlarimizda aytib o'tamiz, yangi vaksina olib kelganman. U vaksina juda ham zo'r, 2 marta qilinadi. Mana o'sha tuxumdan yangi chiqqandan o'sha katta topga olinadigan xo'rozgacha bo'lgan holatda qilinaveradi. 21 kundan keyin qayta qilinadi. Bo'ldi, o'sha bronxit, chuma kasalliklari uchun batamom urug'iga o't qo'yib yuboradigan narsa, dori. Yuz ishlari, ashaqa narsalarni ham tuzataveradi. Ashaqa vaksinalardan xudo xolasa keyingi videoyimda yoki efirimda bu narsani ko'rsatib o'taman. Agar qilayotgan maslahatlarimiz, olib borayotgan ishlarimiz sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmaydi. Sizlar poddeshkani bizni yana video qilaveramiz. Sizlar uchun foydali bo'ladi hammasi. Endi bularni ko'mamiz, ha. Bu mana borayotgan svichka po'chalarni tashlab yubormang, xo'rozni tashlab qo'ying. Ichida 20% mag'zi bor. Maza qilib yeydi. Tolpagamga bir katta getiriyorum. Kimde qanaqa bilmadim ama o'sha doimda har faslni boshida birinchi bo'lib bir kirib bo'ladi. Oldu. Ama bu ne?